Yana Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Sizlar hargiz va hargiz yaxshilikka yetanmaysizlar dedi. Hargiz yetanmaysizlar dedi. Lan kalimasini ishlatdi bu yerda. Mumkin emas yetishinglar. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hatta sizlar yaxshi ko'radigan narsalarni chiqim qilmaguncha hargiz yaxshilikka erishamaysizlar dedi. Yetanmaysizlar bunga. Nimani chiqim qilmagan fa innalloha bihi alim. Shaksizki Alloh uni biladi dedi. O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Shuning uchun biz bu dinimiz uchun o'zimizning qimmatli vaqtimizning eng qimmatli, eng jiddiy vaqtini, o'zimizning eng kuch-quvvatli, eng rush, eng shosh vaqtimizni Alloh subhanahu va taolaning yo'liga ishlatishimiz. Melimizni Alloh subhanahu va taolaning yo'liga ishlatishimiz. Alloh berdi bu malni. Alloh yo'lda peshonimizdan ta'lani oqtirib halaldan topgan bu mallarimizni Allohning dinini gullantirish uchun Allohning yo'liga ishlatishimiz kerak. Buni bergan vaqtimizda, buni chiqara olgan vaqtimizda, Alloh yo'lida chiqara olgan vaqtimizda ondan Alloh subhanahu va taolaning ala inna silatallahi g'aliya, Allohning meli qimmat, bilib qo'y buni, ogoh bo'linglar degan xitobiga kelamiz. Shu qimmat Alloh subhanahu va taolaning meli bo'lgan Allohning jannatini bu kuchlik amallar bilan, ko'pligan amallar bilan, albatta Alloh subhanahuning rahmati bo'lmasa mumkin emas. Hayotimizni, butkul hayotimizni jihad maydonida o'tkazmasakmi? Butkul hayotimizni Allohning buyurgan yaxshi ishlarni qilishga o'tkazsakmi? Allohning bizga ato qilayotgan ne'matlarning oldida hech bir narsa emas u asli. Uning muqobilsiz selishtirsa hech bir narsa emas u. Xuddi bir tog'ni bir tarozining ustiga qo'yib, bir tal tangini, bir ponliq tangini yana bir tarozining ustiga qo'ygancha bir narsaga udilkanmaydi qadrlar. Ashundoq o'tkazsakmi? Lekin biz qo'limizdan kelgan butkul qobiliyatimizni, butkul ishlarimizni chiqarib shu amallarni qilish orqali va Alloh subhanahuning rahmati orqali Allohning jannatiga erishamiz. Allohning rahmatiga, Allohning roziligiga ondan erishamiz. Bu biz nada unda qasanish va qadrli qarindoshlar. Bu tariximiz qarab boqaylik. Islom bugun kaychi qanchalik qurbonlarni berdi. Agar da shunda osanlashib ketsa, shunda osonlar hammasi yana kirib oshib qolsa, bu qurbonliklar, bu tirishchanliklar, bu qon berishlar nima uchun? Hammasi zayo bo'lib ketdimi ularniki?